أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. النائب عن الفاعل deydi. Failden orun basar oğuçu. Yani fail mehzup bulup, fail evetilgan bulup, o failin ornucu mesela o pişo kılışının lazım ikeligi de o failin ornuda mef'ulun bi'nin kelişi. Mef'ulun bi normalde bu mısı mensup bulattı. Ama o failin ornunda o kegendiyken bunu mu kanda kılıdı pişo kılış lazım buludu. Onundan keyin bu amilden keyin kirish vacip bo'ladi va uningcha mahzub bo'lmasligi, mahzub bo'lishning durust emasligi bu lozim keladi. Mushunga o'xshash ikki uch xil ba'zi luzumiyatlarda hatto mushundan qanday qiladi deganda o'rin nim bo'ladi, naib bo'ladi. Faildan naib bo'luvchi. Nima u? Fail mahzub bo'lganda bu naib boğuş nim boldu mef'ulun bih mesela failin orunu geldi bu i'rabı da rafi okuyuşun lazım kelgi naib boludu hem özün rafi okuyucusu amildin keyin kelish vacip ve onun az kılışının durust emas ekanligi bu vacip. Muşu narsalarning o'zida naib bo'g'uchi maf'ulun bih demek. Biz tünügün fail hakkında kısaca ders kılışkandık. Bugün hem de naib fail bak ders kılımız. En naibu anil faili yani ana şu. Musannif deydi tevende yanubu mef'ulun bihi en faili fima lehu kenile hayru naili. فأول الفعل من والمتصل بالآخر اكسر بمضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتهي المقول فيه ينتهى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة والثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي واكسر أوش من با ثلاثي أعل عينا وضم جاءك بو فاحتمل وإن بشكل خيب لبس يجتنب وما لباء قد يرى لنحو حب وما لبا باع لما العين تلي باختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ضرب النوم من مصدري أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المن اشتهر ولا أرى من أنزل القص زهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النسب له محققا deydi. Bir yerde demek öyle diyen koşuş failden orun basar boğucu mef'ulun bi. Ya Rabbi orun basar biz şulugan bunun merfu okuluşun lazım ekanligi o Rabbiden çok kim buluşun vacipligi ve onun mahsup bulmaslığı degan mazmunda. Muşunun naip oludu o deydi failden muş mef'ulun bi muşkul naslada naip oludu. Yani yanubu mef'ulun bihi en faili. Urun do mef'ulun bi failin. Nimede pima lehu. Bir nasıl ki bir ahkam, bir alaylık doğrusu ki bir alaylık değil ki has idi o alaylık o fail için mesela pima lehu degan bir narsa hakkı ki ay fail için bo'lgan narsadir. Failga mundan burun şu üç xil xususiyet birilgan. Qaysi deganda pisho qilishning lozimligi aytgandek amilning kim bo'lishi va uning mahzub bo'lmasligidan iborat.
Muşu näsler toğurda mef'ulun bi failden nayabat oludu, urun basıdı deydi. Nile hayrun naili diyen koşuş. Yitildi hayrun naili. Yetküçünün en yaxsı yitildi dedik. Mesela. Asıl buna da nala zeydun hayra naili demektir de. Nala zeydun hayra naili. Bunun da kanda kılındı degende bunun da fail mahzup boldu ana. Failini öğretildi zeydunni. Bunun ornuğa hayra nailini ekilip hayru naile hayru nailin deyip teppedik. İrabda benim hoşum qadim boldu. Merfu okuduk da İrabda merfu okuldu. Bu failin ornu kegeşke. Buni endi qanday qilolmaydi deganda buni taqdim durust emas ama buniki. Ena. Bu keyin kelish lozim ena. Buni xayran noili nila degilolmaydi. Hmm. Buni da ham buniki bu bu omil nima qilib buni hazb qilish ham durust emas. Nila deb qilish bilan bitmaydi. Chunki fail kalamda bo'lgandan keyin u faqat hazb durust emasdi. Şunun o'rnida ham o'ltirgandan keyin failning o'rnida o'ltirgandan keyin bu maf'ulun bihning hazb ham durust emaski nila deb qo'shgan bo'lmaydi. Demak, mushxil uch xil alayidlik haqida bu maf'ulun bih faildan o'rin bosadi deydi. فأول الفعل الممن والمتصل بالآخر سربي مضي كوصل Pilning avvalini pishqirgan. G'usul o'xshash. Vasala onun mechhuli nima? G'usila. G'usila dedik mana. Bunda pilning avvalini pishiqdikki vovni. Pilning avvalini damm qilgan. Fa avvalal fi'lul muman. Pilning avvalini zamm qilgan. G'usil degan o'xshash. Va oxirga chaplashib kelguncha zirqigan. Oxiri qaysiti g'usila deganda lamti. Onu çapışıp gelişime satmaya da. Bunu zırkıgın, vusila da. Vasalani asli fil ma'lumi vasalatı. Bunu mechul kılmak için olsak, evvel pilnin evvel karibki vavni pişkigin, ahırga çapışıp gelişine fil mazide kandak kılgın, zırkıgın deydi. Ahır lamti. Onu çapışıp gelişine sattı. Yani bunu zırkıldık vasala degende, vavni pişkildik. Vu oldu. Ahırgi çapışıp kelgen satni zirib qildik. Neda? Vusila oldu. Mushunda qilgan deydi. Ama bu mazide şundaq. Fil mazida. Fil madida mushunda qanday qilindi? Filning avval qarib zammi qilindi. Oxirgi çapışıp kelgani pish qilindi madida. Endi muzari kelganda-chu deganda muzarida واجعله من مضارع منفتحا كينتهي المقول فيه ينتهى وقغن o nimine pilni mudaridin munfatiha zavar kıpagın. Hmm. Yani pil muzarinin ahırdın ilgakine. Kıgın o pilni pil muzaridin boğan pilni zavar kıpagın deydi. Yani ahırdın ilgakisini, ahırga çapışıp kelgenini zavar kıpagın. Yentehi o'xshashki intaho yentehi dedik da buni agar majhul qilmoqchi bo'lmasa qanday qilamiz yentehi o'xshashki deyilguvchida bu yentehida yuntaha deyiladi kayentehil maquli fihi yuntaha yentehi o'xshashki yentehi o'xshash pil muzariki deyildi bu yentehi degan pil muzarichi yuntaha deyildi mana buni oldin pilning avvalini pish qildik nimine yani filin evvelini.
Ama bunun ahırgı çapışıp kelgenini kanda kıldık. Bununla nima qildik? Zavar qildik. Ahırgı çapışıp kelgenini zavar qildik. O ismi qaysi? Ha. Entehiti buni yuntaha deb buni oxirga chopishib kelganini zavar qilib bergan bo'ldik. Shundoq qiling deydi. والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. ikkinchi harfniki ergashganda bu ikkinchi harf mutavaaning ta'siga ergashgan ikkinchi harfni avval o'xshash talash tortishlarni qilyapting deydi. Kal avvalij alhu bila munazaa. Talash tortishsiz yani bil ittifoq o demak ikki mutavaaning ta'siga ergashib kelgan ikkinchi harfni mutavaaning ta'siki ikkinchisiniki ergashuvchi bu ikkinchisi mutavaaning ta'siga ergashib kelgan ikkinchi harfni avval qarab o'xshash qiling talash tortishsiz deydi. Masalan qandoq deganda masalan tadahraja dedik, takassara dedik. Buni majhul qilmoqchi bo'lsak bu yerda tadahrajadagi buningda tag'opala uningdan boshqa taqotala dedik. Qanday misol bo'lsin mayli. O'sha masalan tadahraja desak bu nima qilgan bu mutavaaning ta'siga erishib kelgan harfni deydi. Ikkinchi harfniki ergashganda bu ikkinchi harf mutavaaning ta'siga. Tadahraja deganda mutavaaning ta'si avval qarib tashi. Buning ergashib kelgichi bo'lgan tadahraja degandagi ergashgan harf ikkinchi harf dal. Buni qanday qilgan avval o'xshash qilganki bunimi dammi qilgan pishuq qilgan talashsiz tadahraja deganda tudu hurija deb mana avval qarib mutavaa onun pishqildi va uni agishib kelgan ikkinchi harf dal unimi pishuqdiq takassara uni majhul nima tukussira degandek masalan tag'opala tug'upila degandek masalan. Hem bunun mutavaaning ta'si deyishda azra gap bor. Mutavaa degan bo'ysunush, uningga ixtiyoriy bo'ysunish. Uning chuqum nim qilish emas. Bir odam irodasi bilan majbur tanganni mutavaa deyilmaydi. İxtiyoriy o'zi, masalan, bir odam mana yetlisa mangdi. Bir odam o'gassa o'gandi. Bir narsa bundaq sundumoqchi bo'lgan bo'lsa, sunib berdi. Onun üzümünü deyilgende tay mutava. Mesela kessere demek için olsa tay mutava kirgin olsa tekessere. Ve sundu diyeceğim olsa sundur şundaklıkla hareket kılı tekessere sunup verdi. Alleme diyeceğim olsa ögetti. O tay mutava kirşu taalleme ögendi. Digendek mesela. Mutava diyen itaat kılış, boysunuş. Ama o boysunuganda özünün iradesini parz kılıp tanga vakit demez. Öz ixtiyari holatda bo'ysunib berganlikning o'zim deyildi mutavaa. Ama sherik tamu tay mutavaa deb atalishar shu. Bir narsa sundirmoqchi bo'ldi, sunib berdi, o'rgatmoqchi bo'ldi, o'rganib berdi. Yitlidi, minib berdi, oxiri bo'ysunib degandek. Mushu tay mutavaaga erishib kelgan ikkinchi tarafning o'zini avval o'xshash qilgan zlamma qilgan talash tortishsiz. Tadahraja, tuduhrija. Masalan, dahraja olsa eğinti. Tadahraja olsa eğinidi. Dakar yoğun bir tuluk taştek, yoğun bir binasıdak, çaxtek binası, şunlar eğinattı, dahraja. Tadahraja o eğinap bədi özüydün. Bana uçuştu. Məkçi de, bu tay mutava kirgeşke. Muşu tay mutavanımı birinci harf oxşaş, onu damma qilgan ki, tadahraja olmasa, məcul qılmaqçı bo'lsak tuduhrija mandaq degan deydi. Xo'sh, va salisal lazi bihamzil wasli kal awwalij alannahu kastuhli deydi. Endi hamz vasli bilan
başlanğan pilning üçüncüsini jo onu mu avval so'şaşlam qig'in. Kal avvalij alannahu. Ustuhliya degan o'xshash. Istahla. Buning majhul nima? Ustuhliya. Mana bu hamz vasli va hamzul qat'i degan bir gaplar bor arab tilida. Hamz qat'i degan qat'i unacho daqa uni qanday qilib ulqa yanxo'gan qilib mandaqla o'qilolmaydi. Masalan, istahlada vav kelib qolib qolsa deyli, vastahla deb o'qiy olamiz. Pa kelib qolsa pastahla deya olamiz. Ilibli shundaqlik ulaplamlar. Bu hamza bu yerki hamzatul vasl deb ataladi da buningda. Masalan, ay af'ala bobidan boshqa kelgan, af'ala bobidan boshqa kelgan, masalan, nima besh harflik, olti harflik pilibdi. Bu pillarninki pil modi va pil amri bu hammasi beshi kelgan hamzatul vasl deyildi da uni. Hamza vasli. İlla to'rt harfdan boshlangan akrama yukrimu va buning o'xshashlari. Muşundan kelgan bu hamzatul qat edildi sarf qoidasida. Buni masalan akrim degan bo'lgan bo'lsa, uni vakrim degili bo'lmaydi. Va akrim. Akrama degan bo'lsa va akrama yoki mana ochiq deyilmay bo'lmaydi. Uni ulaplan qilish bo'lmaydi. Qatda vasl qilish bo'lmaydi. Hamzatul vasl degan mana bundaq vav, pa, u bu kelib qolib qolsa, ay ilibni ulupla o'qib ketishga bo'ladi demakchi. Vastahla, vastahla degan o'xshash. Bu xil hamzani hamzatul vasl deb ataladi. Mush hamzatul vasl bilan boshlangan fe'lning 3-harfniki istahla deganda 3-harf ta bo'ldi mana. Mushu ta'nimi avval o'xshashga alif o'xshash qilganki, bundan pishu qilgan deydi. Istahla degan bo'lsa, uni majbur qilgan bo'lsak, ustuhliya deganda. Ustuhliya o'xshash deydi mana. Masalan, iqtadara onun mechulüm deymiz. Uqtudira, intalaqa, untulika degandek. Xo'sh. Vaksir avish min pesula siyin u'il aynan vadam munjaka bu ahbuh aynan vadam munjaka bu apahtumil kasr qilgan yoki ishmam qilgan. Ishmam degan kasr bilan damning oralig'ida burtib o'sish demakchi-da. Ya kasrga mayli tava emas, yoki damga tava emas. İkisini o'ttirdaroq burtish. Kasr qilgan yoki ishmam qilgan 3 harflik fe'lning pasiniki u ayni uil aynan o illat qilindi o 3 harflik fe'lni. Masalan, ba'a dedik ve onun başqa same dedik. Bu 3 harflik fe'l oldu da. Baya'a aslisi. Mesela bu aynı yani aynı diyelikten sonra faaladaki aynının beraberdir kelgen harf demekçi de bu ikinci harf ne bu kesal oldu. Baya'a desek aynı kesal oldu diyelik faaladaki aynının beraberdir kelgen yani baya'a ya demek de akarpasına ya kesal oldu. Aslısı ba aslısı baya'a ya hareketli alzavar yani ilip kutbattık ba'a oldu. Muşun kuşlaş. Muşu eyni kesel olgan pilinin 3. harfini eyni kesel olgan 3 harflik pilinin pasını yazrukun ya işmam kılanaydı. Kaçan aş şu pilini biz eğer mecbul kılmak için bolsak. Keldi bu mesela bu'a okşaş. Bu xil ihtimallıkını bunu mu qandaq qılındı? Bu xil ihtimallık mı ba? Bundaq mı kelidi o demekçi de mesela. Bu'a okşaş. Ya nima qiling? Ziruqun yoki ishmam qilib bering. Qaysini mushu 3 harflik bo'lgan pilning pasiniki bani. Qandaq deb bo'lsa, biz ayni kasal bo'lgan mundaq pildi. Vaddamı mı keldi? Bu'a o'xshash. Bundaq ehtimolliqim bor deydi. Asli normalda kasr bo'lish ya ishmam bo'lish. Bu bu'a debmi bundaq keldi deydi. Mesela bi'a deb o'qiladi. Ba'ning majhuli bi'a yoki bi'a deb bundaq o'qiladi ishmam bilan. Bi'a yoki
bir adab. Ama damı mı keldi mi? Bu adab değil. Bu xil ehtimollarni keltirildi deydi. Ee, Hoş. وإن بشكل خيب لبس يجتنب وما لباء قد يرى لنحو حب. Eğer bir o'qishib qilishdan qo'rqib qolg'ash bo'lsa, agar qo'rqilsa va in xipa demakda asli fe'lning tartibi bu iboratning tartibi shu va in xipa labsun bi shakli minal ashkali yujtanabu demakda asli va agar qo'rqilsa bir o'qishib qilishdan qo'rqilsa bu siyg'a u siyg'a o'xshash kelib qolibdi. Masalan, bu vaqt qanday qilindi bo'lsa, bu xil o'qishguncha ijtinob qilindiki jiroq qechiladi. Jiroq qechiladi. Boa uchun bo'lgan narsa ba'zida ko'rildi, hep o'xshashmi ko'rildi deydi. Ya'ni boa uchun bo'lgan, boa uchun boaniki masalan, ba va mali boa qad yura li nahvi hat deganimizni boa uchun bo'lgan, boa ba'zi ko'rilib qoldi. Hep o'xshash yani hep nima bu mujarrad nima uch harflik sulasi olgan sulasi mujarrad hamda sulasi mujarradning sulasi mujarrad uchun bo'lgan bu habga o'xshash habba vadda radda habba degan pillaga o'xshash bo'lgan narsaning uzmi ba uchun ko'riladi va mushlag bagan i'robning o'zini majhul qanchaqda bağ basınız buludu, bağını meçhul kanlıda deydi. Yani demekçi eğer de kandak dese, bu gapni biraz tafsirlashtirsak, bu pil sulasi ki ayni kesel olgan, ayni muatal olgan, üçer pilning o'zini bu mechul qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, bu mushuning o'zini hamda yoki zimir mutakallim yo zimir muxotab yo zimir g'oyibga isnot qilinibdi bu pilning o'zini masalan bitu debdiq xibtu debdiq masalan sumtu debdiq shu vaqtni o'zida bu pil yoki aslisi vov bo'lgan bo'la yoki yai bo'lgan bo'la masalan ba'zak aslisi yai aslis bayada. Eğer bu pil mesela vav yoktu. Same yasumu diyorsunuz. Otluğa mende same. Same emas. Same dedik. Mesela sinilen. Bu savumdun muştak. Savumdun elingan. Yani vavi demek. Bu musannifni qarash qanday qiladi deganda bu pani kasr qilish vojib. Pani kasr qilamiz yoki ishmam qilamiz. Vaqtida biz simtu deymizda. Buni sumtu deb pishqirish bo'lmaydi. Faqatla pa kasr qiladi. Nima uchun deganda bu pil ma'lumga o'xshab qoladi-da. U pil ma'lumi faqatla pishuv qiladi. Majbur u pil ma'lum masalan samadan chiqqan uni mutakallim yo muxotabda sumtu ya sumta degan bo'lsak, muxotab yo g'oyib isnatgan bo'lsak, u faqatla zam bilan o'qiladi. Qandaq sumtu sumtu bo'ladi. Sumtul abda yoki sumtal abda degan o'xshash. Faqat zam bo'ladi-da, boshqa nima bo'lmaydi, kasra bu bo'lmaydi. Agar buning o'zini mush pani, ya'ni pa deganimiz mesela sinni. Agar bunda dam o'qimay kasr qilib qo'ysak, kasr o'qish vojib bunda musannafni qarashida. Agar kasr o'qimay dam o'qib qolsak, buningda pil majhulninki mutakallimi pil ma'lum mutakallimga mayda iltibos kelib qoldi, o'qish paydo bo'lib qoldi. Mushu o'qish o'qishdan bir shakllik o'qishdan qo'rqilib qolib qolsa, uningdan pak uzoq turildi. İjtinob qilindi. Demakchi buningda masalan sama deganda buningda faqat kasr o'qish vojib yoki ishmam qilish vojib. Qanday deganda simtu deb o'qilish vojib yoki simtu degandek ishmam
okuladı. Ama sumtu da piş okulmaydı. Çünkü pil ma'lumununki muhatibiga yoki pil ma'lumununki mutakallimga iltibos paydo qiladi deganlikni jahtidan. Mesela bağa etsek o şundak. Bu aslisi bey'iden müştak. O ya'i. Bu iltibas yaki vav yup kop kaladı. Pil mutaki bu pilniki ya'i olgan asli. Yaki vav olgan pil nasıl dok. Mesela sağ etsek bu sömdü müştak olgan bulup. Bu vav iti asli. Bu kesr pane yani evvel kartını kesr okuş vacip. Yaki işmam kılış vacip. Eğer o ikincisi mesela ne yaptı? Yay yaptı. Bağadak aslısı beya, beydi muştak. Bu musannifin karşısında zamm okuş vacip ya işmam kılış vacip. Kandak oldu degende zamm okuşumuz bu'tu deymiz de bu'tu. Mesela bu pilne biz mecul kılmakçı olmasak bu'tu deymiz. Bi'tu desek pil ma'lumninki mutekellim okşup kılıp kaladı. Bu deyimiz yoki bu deyimizda zamm o'qish vacip yoki ishim ham vacip. Ama kasr o'qish durust emaski, bi'tu deyilish durust emas. Bi'tu degan faqatla bu fil mozi ma'lum mutakallim siyg'isi bu. Qachonki biz buni majhul mabni qilamiz, majhul o'qiymiz deganlar bo'lgan bo'lsak, buni bu'tu deymiz yoki bu deymiz. Ama bi'tu demaymiz. Una deb qilib qolsak, shu iltibos. Muş iltibas kep kapkalıda bu iltibasın bundan uzak olmak lazım değil. Ee, Hem de hoş. Hep oğan, bağ üçün boğan nəsinin özü bəzi körüldü, həbnin oxşumu deyil. Demək, bağının pasün birligen, muşu, damma, kasra ve işmamның durusluğundan ibaret olan narsa muzab sulasının passumu kilodu habba üçün deydi. Habba gene nimeti bu muzab sulasıydı. Muşnun pasiki ha üçün habbana ha üçün belsek buludu hubba yaki hibba deb. Eğer kalsak işmam kılıp dam bilen kesrinin arıqdara okup hibba desek buludu demekçi değil. Hoş, müşahede olsun. Bir kin devam var inşallah. Ve ahiru davanan. Elhamdülillahi Rabbil alemin.